Assalomu alaykum akalar. Mana Xudo xolasa yana bir stanogimiz tayyor bo'ldi. 430 lik komplekt. Bu yerda komplektdan tashqari segmenti bor. Bu yerda bitta qaychisi bor. Qirg'iziston O'sh shahriga dastavka qilib beryapmiz buni. 430 lik komplekt. Brendimiz Yuksalish. Segmentimiz yuklayapti. Qirg'izistonga akalar o'zi shu yerda. Uzun universal qaychisi bor. Mayda qaychilari ham bor. Bitta peshina bukaydigani bor. 1 metrlik liskga moslab berganmiz buni. Telefon nomerlari, jodisi, xudo xolasa. Adem chiqqan, adem, xudo xolasa. Kimga shunday stanoklar kerak bo'lsa, Yuksalishga murojaat qilaverasizlar. Segmentimiz ham yuklab olindi. Mana Qirg'izistonlik akalarni o'zi kelgan. Yuklab oldik, xudo xolasa. Qirg'izistonda Libboy yeriga dastavka qilib beramiz. Brend Yuksalish. Kimga shunday stanoklar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Qirg'izistonlik akalarni o'zi stanok egalari. Qirg'izistonda qayerga ketyapti bu? O'shga? O'shni qayeriga? Qorasuvga? Stanok shu aka olishdi. Qarasuv Qarmon ayiliga ketdi. Qayerga? Qarmon ayiliga. Qarmon ayi? Ayili. Otga boramiz Qirg'izistonga. Qo'y berasizlar-da birorta zo'ridan. Otmi? Ot.